Kredit olishda firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Onlayn kredit paydo bo'lgandan beri, joriy qilingandan beri juda ko'p odamlar firibgarlarga aldanib qolinyapti. Ya'ni o'sha taklif bergan shaxslar firibgar bo'lib chiqyapti. Ular o'sha kredit olmoqchi bo'lgan shaxsiy ma'lumotlarini ega bo'lib olishyapti, plastik kartalarini, daniylarini o'zlariga kiritib olishyapti va bank tomonidan ajratilgan mablag'ni plastik kartaga tushgandan keyin ularda tasarruf qilish huquqi paydo bo'lib qolyapti. Ya'ni xohlasa beradi, xohlasa bir qismini beradi, xohlasa umuman bermasdan g'oyib bo'lib qolishyapti. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Bunday holatga agar tushib qolgan bo'lsangiz, ichki ishlarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ichki ishlar bu holatga huquqiy baho berib, firibgarlik moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atish kerak bo'ladi va zararni qoplatish chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Bunday holatlarga tushib qolmaslik uchun to'g'ridan to'g'ri siz bankka borib, bankka murojaat qiling. Bank mutaxassislari tomonidan o'zlari sizlarga tegishli sifatli yordam ko'rsatadi. Va o'sha sizga nimangizga, maqsadingizga qarab turib, ehtiyojingizga qarab turib, mikrozaymi yoki kattaroq kreditni o'zlari ma'lumot beradi, shartnoma tuzadi, shartnomaga imzolaganingizdan keyin naqd pul shaklida yoki kartangizga tegishli mablag'larni ajratib beradi.